Leksimize devam hürmetli vatandaş. Bugün çizlağa 2022 yıl 3. ayının 9. günü vatandaş. Rusya to'xtamda yenib oladigan ish qosh bilan kirpik arlig'ida qoldi. Egilik huquqli qarzni baholaganda 6. o'ringa tushib qoldi. Rusya Markaziy Bankisi tashqi provodni qattiq boshqarishni 6 oy ichida bankidan faqat $10,000 tegishishga bo'ladiganligini e'lon qildi. Volkochisi YouTube 3. ayının 9. günü. Endiki mavzu yana bir mavzu bunda vatandaşım. Agahlandırışqa pesent qilmayın. Polsha devleti derhal Ukrayna'nın Rusya'ya salgan kurashchi aeroplan bilan haqsiz ta'minlashga qaror qildi. Mavzuda xabar 3. ayının 8. günü Venvet orbitida e'lon qilindi. Bu xabar hozir Volkochisi televiziya tarafidan inkor qilindi. Demak, bu xabarda o'ttirib qo'ygan plan va maqsadlarni Amerika Qo'shma Shtatlari qabul qilmadi yoki NATO qabul qilmadi degan gap. Buning mazmuni nima deyilsa, hozir Polshada harbiy aeroplan, ya'ni MiG-29 belgilik Rossiyada ayni chog'da Rossiyada ishlangan aeroplan, harbiy aeroplanni Ukrayna'nın hava armiyasiga taqdim qilish yoki haqsiz berib o'tish. Mushundaq kunlarda yordam sifatida haqsiz berib o'tish to'g'risidagi xabar ekan-to'q. Hozirlar Volkochisi gazeti e'lon qilgan xabarda bu planga Amerika Qo'shma Shtatlari qo'shilmadi yoki javob qaytarmadi dedi. Buni hozir biz tugadi deb aytaylik. Hamda bu xabar o'z joyida qolsin vatandoshlar. Yani bir haber, küçük bir haber. Amerika NATO'nun Ukrayna'nın kurashchi aeroplan bilan ta'minlashini qo'lladı. Bu mu? Bu haber mi amaldan qoldi? Nima shunday demisiniz hozir? Polsha MiG-29 kurashchi aeroplanni biz Ukraynaga haqsiz berimiz dedi. Bu amaldan qoldirilgan ekan. Hamda ma haber mi? Amerika NATO'nun Ukrayna'nı kurashchi aeroplan bilan ta'minlashini qo'lladı degan bu haber mi? Amaldan qoladi efendim. Ya demek bu ish haqiqatan bu haberning o'zidan qarasangiz, vaqtida bu ish bek kengayib ketgan, bek cho'nqurlashib ketgan ish bo'ladi. Bu ishni Amerika qo'llamaydi, qo'llamasligi mumkin. Qo'llamaydi deb men hukm qilmayman. Amerika Qo'shma Shtatlari qo'llamasligi mumkin. Bevosita harbiy kurashchi aeroplan bilan yordam berishning xarakteri eg'ir bo'ladi. Men shu bu xabarni sizlarga tayyorlaganda mushunda xabar ekan deb yetkazmoqchi edim. Hozir birinchi xabar inkor qilindi. Uning keyingi ikkinchi xabar NATO mu qo'lladi degan xabar mu inkor qilindi vatandoshlar. Shu hozir bu sezgir masalalar. Sezgir masalalarda sizdan ham bizdan ham sezgir bo'lib turishimiz kerak. Endi bugun hozir Jonlining nazari degan torbetida bir xabar keldi. Bu xabar nima desangiz, Rossiyada sanoat ishchilari namoyish tayyorlanayotdi deydi. Joy-joylarda namoyish ko'tarildi. Kötürlüğünde hazır 10'dan artık adam Rusya'da bular qo'lga olindi bu namoyishchilar. Lekin bu namoyishchilarning elib keladigan zarbisi yoki qoyil qilish kuchi Rossiya hukumatini yetarlik bo'lmadi. Deb bo'lib Jonlin nazarda Jonlin apani shunda dediki bugungi 9. kuni YouTube'da. Shunda dediki endi Rossiyada sanoat ishchilari ish tashlaydigan bo'ldi, urush tufayli yoki urushga qarshi. Endi bu normal ish, har qanday davlatda urush bo'ladi, urushga qarshi namoyish bo'ladi.
Endi Rossiyada hazırgacha endi sanoat işçilar qo'shig'ini namoyishga chiqadi degan so'zni men hozir tunji qatim angladik. Burun bo'lgan edi. Hali demokratchilar saylangan nomzod bo'lib o'zini ko'rsatgan Navalniy apandi davrida bo'lgan edi. Lekin urush boshlanib bugungi bir hafta vaqt o'tgidek vaqt ishchilar Rossiyada ishchilar harakatga kelmagan edi. Endi bu ishchilar namoyish tashlab ko'chaga chiqadigan bo'lsa, bu haqiqiy ma'nodagi Rossiya iqtisodiga elib keladigan ziyon bo'lib. Biz tuni kunlardan so'zlagan edik, vatandoshim degan edik. Hozir neft importga qilish, tabiiy gazni importga qilish degan edik. Bugun shu to'g'rida rasmiy qat'iy qaror e'lon qilganligini Prezident Joe Biden'ning sizlarga yetkazdi.